Assalomu alaykum, hurmatli aka-ukalar. YouTube ishqibozlari, chorva ishqibozlari, barchalarga xayrli kun, xayrli tong. Bugun biz aka-ukalar hafta kuniga yakshanba. Assalomu alaykum, hurmatli aka-ukalar. YouTube ishqibozlari, chorva ishqibozlari, bormisizlar, omonmisizlar? Mana bugun biz sizlar uchun Andijon shahar Soydamiz akalar. Soydagi qo'y bozoridan sizlarga bitta chiroyli video qilib beramiz akalar. Like bosib, qo'llab-quvvatlab qo'yishingiz chiqmasin. Kanalga obuna bo'lmagan aka-ukalarimiz obuna bo'lib bizni kuzatishda davom etsanglar, xudo xohlasa sizlarga foydali, manfaatli videolar bo'ladi akalar. Biz videodan boshladik. Aka, bu yerda necha puldan necha pulgacha qo'ylarimiz bor endi aka? 5,5 milliondan 6 milliongacha da aka. 5,5 milliondan 6 milliongacha. Bular ichida hozir ehsonlarga, nimalarga so'ysa bo'laveradiganlar bormi? Bor aka, semizlari bor, so'ylari. Semizlari bor, demak ehsonga yaraydiganlari bor. Ehsonga yaraydi. Aka, mashalatda ma'lumotda mana mollarni kiloga tortib olishadi, taroziga qo'ylarni ham tortib olinadi. Ha, tortib oladi. Necha puldan? Mana qo'yapti aka-ukalar, mana xudo xolasa 5,5 milliondan atrofida qo'ylarimiz bor ekan. Akalar, qo'ylar go'zallarini qaranglar. Bozorda mana katta-katta qo'chqorlar, zo'rlari chiqqan ekan akalar. Ko'ringlar-chi mana. Mana ko'ringlar. Go'zallari chiqqan mana qo'ylar. Ichkarlari ham bor. Hozirki narx-navolarni ham bir yo'la aytib o'tib ketamiz mana. Ko'ringlar, qo'ylar guldastasi mana. Qanaqasi? Oqidan, sarig'idan, jigar rangidan, qorasidan har xilidan bor. Akamiz ham mana sartaroshiyni go'zal qilyapti. Aka, bu yerda necha puldan necha pulgacha qo'ylarimiz bor? 5 milliondan 7,5 milliongacha aka. 5 milliondan 7,5 million so'mgacha akalar qo'ylar bor ekan. Bemalol ehsonlarga, to'ylarga qo'ylar kerak bo'ladigan bo'lsa, mana. Aka, telefon raqamini qoldirib o'taylikmi? 90lik. Mana bu yoqqa qarab kattaroq berasiz. 90lik, 141, 8141. Shu raqamlarga agar qo'ylarga ehtiyoj bo'ladigan bo'lsa, har doim bo'lar ekan akalarimizda, bemalol aloqa qilib ko'rasiz akalar. Mana. Katta qo'ylar mana shu qo'ylar. Davom etamiz aka-ukalar. Hurmatli aka-ukalar, mana bu qo'ylarimizga bitta baho beringlar-chi mana. O'ta go'zallari bor ekan bu qo'ramizda. Andijon Soydamiz. Ko'ringlar akalar. Qo'chqorlarda elitni partiyalar bor ekan mana. O'ta go'zal, o'ta chiroylilari bor ekan bu yerda. Har xilidan. Turfa xil qo'ylar bor ekan mana, ko'rib o'tishingiz mumkin. Qo'yiq suyug'i bu qo'ramizda qo'ylar 10 million so'mdan ekan akalar. Qo'yiq suyug'iga 10 milliondan ekan. Mana. Qo'yiq suyug'i 10 milliondan qo'y bor ekan bu qo'rada. Hozir iloji bo'lsa akalar, telefon raqamlarini qoldirib o'tamiz. Ayting. 99 aka, 027 15 18. Akalar, qo'ylar ma'qul kelgan bo'lsa, bemalol mana shu raqamga telefon qilib, qo'ng'iroq qilib bog'lanishingiz mumkin. Qo'ylarni lekin oldi qo'ylar mana shu akamizda bo'lar ekan. Bemalol aloqa chiqib bog'lanaverasizlar. Akalar, Bishkekdan o'tgan, Qirg'izistondan o'tgan qo'ylar bor ekan mana. Soni 4 dona. Akamiz ham nomerlarini qoldirib o'taman akalar. Kimgadir ma'qul keladigan bo'lsa mana ko'ringlar. Mana. Yelkalari ham bor ekan quloqlarida. Qo'ylar rosa baqadigan go'zal qo'ylar ekan. Orqa oldiramni bir ko'rsatib o'taman. Oramizda qo'y baqadigan aka-ukalarimiz juda ko'p. Qo'ylarga qiziqadigan akalarimiz hammasiga yoqadigan qilib, katta-kichik qilib bitta video qilib beraman. Ha. Yormagan qo'ylar, ha? Endi yoradi ana. Endi yorar ekan. Mana o'sha derskiroq ekan sal. Mana. Yoshlar, shkola narsa berganga. Xo'p, aka, bular narx-navosi necha puldan endi? Aka, bular qo'yishi aka 7 milliondan deyapmiz aka. Bular qo'yishi 7 million so'mdan ekan.
Hop, yana kami ham bor. 6 million 100 dan savdo ko'ryapti. 6 million 100 so'mdan savdo ko'ryapti bugungi. Yaxshi aka ko'rar mana. Aka telefon raqamlari qattiq. 88 aka 884 17 77 aka. 17 77 mana akalar. Ko'ringlar aka. Ehsonbob qo'ylar ham bo'ladimi? Bor aka. Bemalol akadan mana shu raqamdan qo'ng'iroq qilib bog'lanishinglar mumkin. Faqat Qirg'izdan tushadi aka. Faqat Qirg'izistondan birinchi qo'l ekan akalarimiz. Biz davom etamiz. Mana aka ukalar, xudo xohlasa sotilgan joydamiz. Mana shu qo'chqorlarimiz akalar o'ta semizlangan. Sotilibdi mana shu uchalasi, mana birinchi, ikkinchi, uchinchisi 22 million 600 ming so'mga mana. Qo'chqorlarni ham lekin baqishda o'ta joyi keltirib qo'yishgan ekan. Olganga, sotganga Alloh baraka bersin akalar. Narx-navo bilan yoritishda davom etamiz, ko'ringlar. Mana 3 og'ayni motorlarga o'ta baho beringlar akalar. Mana. Menimcha o'zimiz Messi qo'ylardan bo'lsa kerak, lekin semiz ekan hammasi. Ularni narx-navo olsa kerak 9 million so'mdan kami bor ekan mana. Hozirgi mana ichkaridagi biskayda qo'ylarni tashqarisida turgan qo'ylar mana. Akalar, yoritishda davom etaman. Like bosib, obuna bo'lmagan bo'lsangiz, hali ham bittadan obuna bo'lib qo'yasizlar akalar. Mana hali bozor avjida, mana ko'ryapsizlar, bozor to'la odam. Sizlarga chiroyli qilib bir taxminan bir 20 daqiqalik video azor qilib beraman. Hurmatli aka-ukalar, faqat kattasidan ko'rsataverasizmi deganlar uchun mana kichkina baqishga tashlaydigan, baqiladigan qo'zi qo'chqorlar 5 oylik ekan mana, ko'ringlar. 5 oylik qo'zilar ekan. Aka, bu mesning bular yo qirg'izmi? Yo'q aka, bular to'g'ri. Soriq qo'ylar ekanda. Soriq qo'ylar ekan mana. Ko'ringlar. Yo'q, kirmaydi aka, ota-onasi qirg'iz, o'zi Andijonda tug'ilgan aka. Ota-onasi qirg'iz, o'zlari Andijonda tug'ilgan ekan. Mana shu yerda tug'ilgan qo'ylar ekan mana. Ko'ringlar. Nechta berdi aka? 14 ta qo'chqormi hammasi? Hammasi qo'chqor ekan. Aka, bir yedi. Shuni sotishga necha puldan qilib beramiz buni? 4 dan deyapti, 3 million 800 dan kamini qilib beramiz aka. Bir yerga o'sib, 800 mingdan kamini qilib beramiz aka. 800 ming so'mdan kami bor ekan. Suyuqga savdo qilishyapti. Hop, necha puldan qilyapti? 3 million 400 dan aka. 3 million 400 ming so'mdan savdo ko'ryapti aka-ukalar. Ko'ringlar. Ma'qul kelgan bo'lsa, oz-moz qo'shasizlar. Telefon raqamdan qoldirib o'tamiz yana. Kamini ko'rsini o'zi bilan gaplashib, baraka qilishinglar mumkin. Aka, telefon raqamini qaytarib oling. 88 aka, 884 17 77 aka. 17 77. Gap yo'q aka. Bozoringiz bersin. Xo'p, mana akalar, navbatdagi qo'ramizda 3,5 milliondan 5,5 million so'mgacha qo'ylarimiz bor ekan. Mana ko'ringlar. Adashmayotgan bo'lsam 5,5 million deyotgan qo'yim bittasi mana shu bo'lsa kerak. Bittasi dumbali qo'y ekan. Mana katta kichik bu yerda mana sariq qo'ylarning chiroyliklaridan bor ekan, ko'ringlar. Aka, endi meni mash qo'yimiz necha pul? 3,5 kami bor deyapti. 3,5 kami bor ekan mana mashinasini. Quloqlari uzun, lekin chiroyli. Yaxshi parodali qo'ylar ekan, ko'ringlar. 3,5 milliondan 5,5 milliongacha. Mana qo'ylar. Gap yo'q. Aka, 91lik 477 75 70. 75-70. Mana shu raqamdagi qo'ylar ma'qul kelgan bo'lsa, akalar aloqaga chiqasizlar. Akalarimizda har doim shunaqa qo'ylar bo'lar ekan. Mana hurmatli aka-ukalar, keyingi qo'ramizda 3,5 milliondan 5 million so'mgacha qo'ylarimiz bor ekan, lekin bularning sifati ham katta kichikligi ham sal jonliroq ekan mana ko'ringlar. Shuning uchun bu yerda mana ko'ryapsizlar, xaridorlar ham ko'p. Menimcha bozorda hali arzon sotadigan akalarimiz qatorida tursa kerak bular ham. Chunki xaridorlar yaxshigina turibdi bu yerda ko'p ekan. Qo'ylarimiz sifatli jonliroq ekan, sal oldingi ko'rsatganlarga qaraganda ancha-muncha jonliroq qo'ylar. Go'zal ekan. Akamiz o'z telefon raqamlarini qoldirib beraman sizlarga. Ya bejolar qali aybi bo'lsa meniki. Aka, 1 minut. Telefon raqamlarini qoldirib qo'yaylik. 93lik. Qattiq. 93lik 783 0077. Mana shu raqamlarga telefon qilasizlar akalar, bemalol qo'ylar ma'qul kelgan bo'lsa ko'rib bemalol xarid qilishingiz mumkin. Ehsonbob, baqaman desangiz ham har tomonlama tushadigan qo'ylar shu akamizda bo'lar ekan. Mana biz davom etamiz. Mana akalar,
Faqat qo'radan ko'rsataverasanmi, tashqaridan ham ko'rsat degan beramiz uchun mana akamizdan bir dasta qo'ylar bor ekan, ko'ringlarchi. Aka, necha puldan necha pulgacha bular? Bular aka 4,5 yil olur aka. Necha puldan 4,5gacha? Ashi sirg'ikidan 4,5. 4 milliondan 4,5 milliongacha deylik. 4 milliondan 4,5 milliongacha mana. Rosa baqma qo'ylar ekan, kerak ko'ringlar. Lekin rosa chiroyli ekan haqiqatan. Boqadigan qo'ylar ekan. Akamiz lekin telefon raqamlarini qoldira olmas ekan, uzr, past tomonlama. Keyingidan xudo xohlasa ko'rsatib, nomerlarini beraman akaga. Bozorda manaqa qo'ylarni ham ajoyiblari chiqqan ekan. Afg'on qo'ygan. Buni sortini qo'ydi juda zo'r tushunmayman. Shuning uchun akalar aytgan ma'lumotlarni aytib o'taveraman. Mana afg'on deyapti zotini, sortini 6,5 million so'mdan kami bor ekan. Ko'ringlar. Afg'on qo'chqor ekan mana. Ko'ringlar. Bu qo'ramizda ham qo'ylar bor. Aka, bu qo'ramizda necha puldan necha pulgacha bor? Aka 5 million so'mdan 2-3 ta sotildi hozir aka. 5 million so'm. Birortasini ko'rsatib bera olamizmi? Mana ham sotildi aka. 5 million so'mdan sotilibdi aka. Yana bir ikkita sherigi ham bor ekan buni. Mana ham sotildi. Buni sotilibdi mana. Sotilgan variantlardan keladi mana 5 million so'mdan. Hop, 3 ta sotilibdi aka. Bemalol ehsonlarga uradigan qo'ylar ekan aka. Aka, telefon raqam qoldiramizmi? Telefon raqam 93lik. kattaroq. 93lik 185 17 77. 77. Shu raqamlarga akalar qo'ng'iroq qilib bog'lanishinglar mumkin. Keyingi manzil tomon biz akalar harakatdamiz. Sizlarga navbatdagilarni ko'rsatamiz. Mana bozorda eng ko'p qo'rada eng ko'p qo'y turgan qo'rani ko'rsataman sizlarga. Mana ko'ringlar akalar. Ko'ringlar. Hammasi boqma qo'ylar bu yerda. Boqadigan kichikroq qo'ylar hammasi. Aka, nechta qo'y bor bu qo'rada? Mashhad o'zida? Bozorda 85 ta qo'y bo'lsa kerak, lekin bu qo'rada 85 ta chiqmaydi qo'ylar. Ko'rsatib o'taman. Hozir imkoniyat bo'lsa kerak, bularni ham bir qator nomerlarini olib sizlarga ko'rsatib, raqamlarni qoldirib qo'yaman. Akalar, like bosib, obuna bo'lib qo'yganlar unutmanglar. Like bosib, podpishka qilib qo'yasizlar akalar, biz sizlarga endi mol bozor ko'rsatamiz akalar. Nima bo'lish? Ayting. 625 93 625 31 31. 31 31. Shu akamizga akalar aloqaga chiqasizlar. Mana qo'ylarni eng ko'pi mana shu akalarimizda ekan. Aka, necha puldan necha pulgacha bular narx-navosini so'ramapsiz? 5,5 million eng kattasi. Hop. 4 million eng kichkinasi. 4 milliondan 5,5 milliongacha qo'ylar bor ekan akalar. Kami ko'sini o'zingizda kelishib gaplashib olasiz. Mana. Akalar, o'tkazgan vaqtingizga rozi bo'linglar. Mana 14 minut video qilib beryapman. Kimda yana qanaqa fikrlar bor? Qaysi bozorga borib qanaqa turda videolar qilib beray akalar. Shu haqida bir fikringizni qoldiringlar. Albatta sizlar fikringiz men uchun qiziq. Qo'ylarda akalar nomeradini ko'rsataman sizlarga. Mana bozor bo'yicha eng go'zal, eng katta qo'ylar ekan mana shu qo'ylar. Taxminan 1 metr kes. Aka, 1 metr keladimi bu qo'ylar? 1 metr. 1 metr atrofidagi qo'ylar ekan mana ko'ringlar. O'ta chiroyli, o'ta go'zal ekan qo'ylar. Narx-navosini ham olsa-keyin sizlarga yoritib beraman. Ko'ringlar, mana go'zal, o'ta go'zal qo'ylar ekan. Aka, necha puldan bu qo'ylar? 15 million. 15 dan? 15 million so'mdan ekan. Akalar, narx-navosi mana. Ko'ringlar mana 15 million so'mdan ekan. Akalarimizda bunaqa qo'ylar ham bor mana. Lekin hammasi mana shu qo'y ham rosa qiziq ekan. Chiroyli qo'y ekan mana shu qo'yimiz ham. Ko'ringlarchi, oyoqlariga e'tibor berib qo'yinglar mana shu qo'yimizni. Go'zal qo'y ekan.
Gap yo'q akalar, mana gap bo'lishi mumkin emas mana. Ko'ringlar. Akalarimiz hozir telefon raqamlarini qoldirib o'tamiz. Aka telefon raqam qoldirib qo'yaylik. 90li 542 To'xtab turing, yoningizga boraman. 90li Hop. 542 0302. O'lik. Akalar, bemalol aloqasi ko'rasizlar. Akalarimizda mana shu qo'ylar ham bor. Bizni kuzatishda davom etinglar.